turagentlarning og'riqli joyi haqida gapirib bermoqchiman. Ko'p holatlarda bizni tanishlarimiz, do'stlarimiz bizni o'ylashadiki, biz shunchaki informatsion byuro deb qarashadi. Har qanaqa holatda, masalan, ular bizga telefon qilib, agar o'zlari sayohatga borishmoqchi bo'lsa, полный ma'lumotlarni olishadi. O'zi aslida bu narsa endi masalan ma'lumot berish o'zi o'ylaysizki bu oddiy narsa, lekin baribir u juda ham bir mas'uliyatli holat hisoblanadi-da. Bizani masalan o'zimizni o'rtoqlarimiz bir marta o'zi sayohatni rejalashtirgan, o'zini o'g'ilchasini, farzandini tug'ilgan kunini Yigitga Misrda nishonlashga qaror qilgan. Va bizga endi o'sha tug'ilgan kundan 2 oy oldin bizga murojaat qilyapti. Dilnoza, masalan, men Yigitga bormoqchiman, Misrga bormoqchiman. Qaysi otelni tavsiya qilasan deb masalan bizga beryapti. Va biz u narsani men aytgandan keyin albatta biz o'sha Yigit shahrida biz o'zimiz bo'lganmiz Misrda va buni otellarni ko'rib chiqish uchun, ularni o'rganib chiqish uchun aynan shu tanlangan otel bizani turistimizga to'g'ri kelish yoki to'g'ri kelmasligini o'rganishimiz uchun bizga bu kamida 1-2 hafta vaqtimizni oladi. Va biz shu o'rtog'im bilan biz hamma otellarni ko'rib chiqamiz. Har bir otelni men paspalantini, qaysi joylari, qanaqa ekanligi to'g'risida men to'liq ma'lumot berganman. Shunaqa holat bo'lganki, unga biz hisoblab hamma narsani tayyor qilib, unga to'g'ri keladigan otelni topganimizdan keyin o'rtog'im aytganki, Dilnoza, uzr, xafa bo'lmagin. Meni xo'jayinim boshqa joydan kamida $600 ga arzon topdi deb menga aytibdi. Men aytdimki, mayli, okey, agar o'shanda shunaqa narx bo'lsa, agar senga to'g'ri kelgan bo'lsa, mayli olgin dedim. Telefonda ko'tarsam o'rtog'im. O'rtog'im aytibdiki, Dilnoza, ishonasanmi? Men bugun uchib ketishim kerak edi, esingdami? Sendan turib hisoblagan edik. Bugun uchib ketishim kerak edi. Indinganmi? O'g'lim tug'ilgan kun edi. Hech qanaqa reys yo'q. Men samolyotim yo'q. Nima qilay deyapti. Menga anaqa samolyotda o'sha chemodanlari bolalari bilan turibdi. Biletni qarasaki, u masalan bizdan 2 oy oldin ma'lumotni so'ragan va shu ma'lumotlar otellarni qaragan va boshqa tur agentstva adashib ular masalan aprelga so'ragan bo'lsa, ular fevralda 18 masalan fevralnikini sotib olgan bo'lsa, ular 18 aprelda uchaman deb kutib turgan. To есть 2 bilan to'g'ri ko'rishmagan, hech kim qaramagan va u fevral olib berganini tushunmay qolgan. Ya'ni o'sha turagent, boshqa turagentstva datani adashtirib bularga bergan. Ularning datasi fevralda уже uchib ketib bo'lgan. Bular endi aprelda chiqqan chemodanlari bilan tasavvur qilyapsiz? Qanaqa holat? Albatta buni kichkina pulga olmagan ular, $5000 ga olgan. Aytibdi, nima qilayman? Nima qilay? Yordam bera olaysanmi? Dilnoza deb menga aytibdi. Men ko'rdimda, endi baribir men o'zbekman, baribir men shuncha vaqtim ketgan bo'lsa ham, men undan hech qanaqa foyda ko'rmagan bo'lsam ham, albatta yordam berishga harakat qilganman. Biz bilan bo'lgan yozishmalarni ularga tashlaganman. Haqiqatan ular fevral oyiga emas, aprel oyiga planlashtirayotganligini bizni yozishmalar orqali ular isbotlab berishga harakat qilishgan. Lekin ular isbotlab berishgan, boshqa qilishgan va tur firma ham qaytadan bilet olib berishga majbur bo'lgan. Ham bu narsa tur firma uchun minus bo'lgan. Ikkinchi tomondan o'rtog'im ham nima deydi, u shuncha bizni vaqtimizdan foydalanib qilganligi uchun unga ham неприятно bo'lgan. Chunki u chemodani настроенияda ketyapti-da, ko'ch уже qolib ketgan. Butun oilasi bilan aeroportda qolib ketish bu ham juda ham noqulay ahvol hisoblanadi. O'shaning uchun bu narsa shunaqa deb bilamanki, vaqt o'g'risi pul o'g'risidan ham yomon hisoblanadi.